Gazı, suvi, svetinden muamma yok yerde dostlar. Arzan narxda 700 kvadrat metr Euro'nun hesabında kuruluş ham qilingan ko'chmas mulkimizni sotib qo'ydik dostlar. Sizlar bilan ferma ko'chaning oxiridamiz. Yurtdoshlar murojaat qilinglar. 700 kvadrat metr 45'e 15 bo'ladi. Dans chiqamiz. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Hamma xo'jalik yashab o'tiribdi yon tomonda. Işini yine 100% pişken karuştan kuruluş ham qilingan. Endi bu yerda joy boshlangan ayrim yaxshi sabablarga ko'ra shu vaqtida boshqa planlar o'zgarib, boshqa yerdan joy qurgan ekanlar. Buni tashlab qo'yganlar do'stlar. Bismillah. Narxini keladigan bo'lsak, dim mazali bahada do'stlar. 37 ming dollara 700 kvadrat metr. 45'e 15 bo'ladi. Yeni 15. Görünglar do'stlar. Dazı perimishkalaridan quyma aytganlar. Beraymi shiviliram tashanlar. Fundamentlar Sokolla 2 qator qora qog'oz bilan zo'r. Pajarni xod qilsangizlar ham bo'ladi. O'zini haddidan tashalgan, Tashkentskiy loyihada planlashtirilgan bu qo'shnin divori bo'lsa, bog' tomoniga keladigan bo'lsak, katta bog' ina. Yurtdoshlar, qarashiq etish kerak. Bu yoqda kladovkalarni ham soldirganlar, shifr bilan bosirib, eshiklarni qo'yib qo'ydilar. Bu joyimiz 100% pishgan karashda. Xalanglar yıkıp turib karushini o'zini uringlar. Chunki talaba javob beradi. Pishgan karush bu tomondagi kladovkasi. Mal bakaslarmi, qo'y bakaslarmi? Buni ko'ringlar, taxlab qo'yibdilar. Ining do'stlar 15'e 45 700 kvadrat metr like'larni basinglar, yaqinlar ulashinglar surroshni sotib chiqqan. 200 kvadrat metr Euro'nun bahasında sizlere 700 kvadrat metr kuruluş ham qilingan, ya'ni joy ham solib qo'yibdilar. Aluvchilarga nasib etsin, 37 ming dollara mut deyinlar, like basinglar, aluvchilarga nasib etsin, salomat bo'ling.